25. bab. Samuil olamdan o'tdi. Bütün İsraillar yig'ilib motam tutib, uni o'z yurti Ramaqda dafn qildi. Davud bo'lsa Paran cho'liga ketdi. Kalib qabilasidan bo'lgan Maolliq Nabal ismli bir odam boy edi. U qavatli boy odam bo'lib, 3000 qo'yi, 1000 o'chkisi boy edi. Uning mal dunyosi Karmel shahrida edi. Nabalning Abigal ismli ayoli bo'lib, u ham aqlliq, ham chiroyli edi. Lekin Nabal bo'lsa mijazi to'limu chus, to'ng odam edi. Bir kuni u Karmelda qo'ylarining yungini qirqvatdi. Cho'lda yurgan Davud Nabalning qo'ylarining yungini qirqvatganligini anglab, yigitlardan 10ni avatib, ularga mundaq deb topildi. Sizlar Karmelga berib Nabal bilan ko'rishinglar. Mendan uningga salom etinglar va meni o'zlariga, oillarga va sizlarga tava bo'lganlarga tan salomatlik va ma'murchilik tilayman. Anglasam, qo'ylarining yunglarini qirqib etibdilar. O'zlarining molchilari biz bilan Karmelda bordi keldi qilganda, ularga hech zarar yetkazmagan edik. Ular hech narsasini yo'qotmagan edi. Odamlardan so'rab baqsizlar. Ular aytib berdi. Biz o'zlarining oldlarida iltifotga erishgaymiz. Xizmatkorlarim huzurlariga bayram kunlari yetib bordi. Bu xizmatkorlaringizga shundaqla o'g'illari Davudga qo'llaridan kelishicha yordam ko'rsatgaylar, dedi danglar. Davud avatgan yigitlar kelib, Davudning nomida bu gaplarni Nabalga aytib, javob kutib turdi. Lekin Nabal Davudning yigitlariga mundaq javob berdi. Kim o? Davud degan. Kim o? Yishoyning o'g'li degan. Bu kunlarda o'z xo'jayinlaridan qechib yurgan xizmatkorlar nihoyat ko'p. Men qandoq sizga osh nenimni va qo'ylarimning yungini qirqvatganlarga deb so'ygan malning go'shini nereden kelganligi noma'lum bo'lgan birlarga beray. Davud avatgan yigitlar bu gaplarni anglab, kayniga burilib qaytib ketdi. Ular Davudning yeniga berib, uningga Nabalning so'zlarini aynan yetkizdi. Davud odamlariga: "Har biringlar qilichlaringlarni isinglar", dedi. Shuning bilan hammaylar qilichlarini isishdi. Davudning o'zimi qilichini osdi. 200 odam yaroq jabduqlarni saqlashga kelib, 400 chi odam Davud bilan yo'lga chiqdi. Bu ishlar bo'layotganda Nabalning bir xizmatkori Nabalning ayoli Abigalga: "Qarasizlar, Davud cho'ldan xo'jayinimizga salomga elchi avatibdi ekan. Xo'jayinimiz ularni haqoratlabdi. Lekin ular bizga nihoyatda yaxshi muomala qilgan. Biz cho'l bayovonda ular bilan bordi keldi qilganimizda, ular bizga hech zarar yetkazmagan edi. Biz hech narsamizni yo'qotmagan edik. Biz ular bilan birga bo'lib, qo'ylarimizni beqib yurgan kunlarda, ular bizni kecha kunduz tomdek qo'g'digan edi. Endi nima qilish kerakligini o'zlari o'ylanib baqsizlar. Xo'jayinimiz va uning butun oilasining beshiga balo qazo kelish oldida turibdi. Xo'jayinimizning mijazi pek yomon. U hech kimning gapini yemaydi", dedi. Abigal darhol 200 non, 2 tulum sharob, pishirilgan 5 qo'yning go'shi, 2 qalti qo'moch, 100 o'chum kishmish va 200 o'chum quritgan anjur tayyorlab, eshaklarga ortib xizmatkorlarga: "Sizlar menga beringlar, men kayninglardan boriman", dedi. Lekin u bu ishni eri Nabalga aytmadi. Abigal eshkiga minib, tog'ning agmisidan tushayotganda, qarshi tarafdan kelayotgan Davud va uning odamlariga duch kelib qoldi. Davud odamlarga mundaq da'vatlatdi: "Mening cho'l bayovonda bu kishining mollarini saqlab, uning narsalaridan hech nemisini yo'qotmaganligim bekor bo'pti.
Qaranglar, uning yaxshilikqa yomonlik qaytarganini. Xap. Tong otqicha bu odamga tava erkak zotidan birarsini tirik qoldiradigan bo'lsam, Parvardigor meni ig'ir jazolig'ay. Abigal Davudni ko'rib, darhol eshikdan tushib, uning oldiga kelib, yaga bosh qo'yib ta'zim qildi. U yana Davudning puti oldida tizlanib, "Taqsir, bu gunoh menga ortilsin. Kinizaklarga ijozat bergaylar. Söz qilg'ili qo'yib, so'zga quloq solg'aylar. Taqsir, sizning mijozi chus Nabalga e'tibor qilmag'aylar. Chunki u o'z ismining ma'nosidek ahmaq odam. Menki kinizaklari sizli avatgan yigitlarni ko'rmay qoptiman. Hey taqsirim, endi men mangu hayot Parvardigor oldida sizning jonlari bilan qasam qilib aytamanki, Parvardigor sizning qon to'kishlariga, shundoqla o'z qo'llari bilan o'ch elishlariga yo'l qo'ymadi. Shunga sizning dushmanlari va sizga ziyon zahmat yetkazuvchilarning hammasiga dal shu Nabalning kuni kelgay. Endi kinizakri ilib kelgan sovg'atlarni qabul qilg'aylar va o'zlari bilan kelgan yigitlarga bergaylar. Kinizaklarning gunohlarini kechirishlarini o'tinaman. Parvardigor o'zlariga avloddan avlodgacha mustahkam turadigan xonadonlik ato qiladi. Chunki o'zlari Parvardigor uchun jang qilib kelyaptilar. Shuningga ishonamanki, ömürlerinin oxirigacha hech bir yomonlik qilmaylar. Birarsi silini o'ltirish uchun kaylariga tushsumu, Parvardigor xudolari jonlarini ko'z qarchiqidek saqlaydi. Düşmanlarının jonlarini salg'iga selib, atgan toshdek pirqiritib itib etidi. Parvardigor sizlarga va'da qilganlarining hammasini bajo keltirib, sizlarni İsrailiyaga bosh qilgan chog'da o'zim uchun o'ch elib, begunoh kishilarning qinini to'kdim deb vijdonlari oldida bearam bo'lishlarining hojati yo'q. Parvardigor sizlarga baxt saodat ato qilganda kelizaklarini unutib qolmag'aylar, dedi. Davud Abigalga, sizni bugun mening oldimga avatgan Parvardigorga, yani İsraillarni tanlagan Xudoga hamd sanolar bo'lsin. Aqlingiz uchun va meni o'z qo'lim bilan o'ch elib, begunoh qon to'kishdan saqlab qolganligingiz uchun Xudo sizga baxt ato qilg'ay. Parvardigor mening sizga ziyon zahmat yetkazishimning oldini oldi. İsraillarni tanlagan Xudo mangu hayot Parvardigor oldida qasam qilamanki, mubodo siz mening oldimga tez kelmagan bo'lsangiz, ata tong otqicha Nabalning odamlaridan birmi erkak zoti tirik qolmagan bo'ladi, dedi va Abigal elib kelgan sovg'atlarni qabul qildi. So'zingizni tinglab, iltijoyingizni qabul qildim. Endi aman esan uyingizga qayting, dedi. Abigal uyiga qaytib kelganda, Nabal uyida xuddi podshohdek katta ziyofat o'tkazayotdi. U haraq ichib, qattiq mast bo'lib, xushal xo'ralmoqda edi. Shunga Abigal atsi tong otqicha uningga hech nima demadi. Atsi atiganda Nabalning mastligi yeshilgan chog'da ayol uningga bo'lib o'tgan ishlarning hammasini deb berdi. Nabal bularni anglab mingsiga qon tushib, palash bo'lib qoldi. Taxminan 10 kundan keyin Parvardigor uning jinini oldi. Davud Nabalning o'lganligini anglaganda, Parvardigorga hamd sanolar bo'lsin. Nabal meni haqorat qilgan edi. Parvardigor o'zi meni aqlabdi, ham meni gunoh qilishdan saqlabdi. U Nabalning yomonligini o'z beshiga qaytiribdi, dedi. Shuningdan keyin Davud orga odam selib, Abigalga o'linish niyatini bildirdi.
Davudning odamlari Karmelga berib, Abigal bilan ko'rishib, Davud sizni emrimga olsam deb bizni elchilikka avatdi dedi. Abigal yerga bosh qo'yib, ta'zim qilib ularga, "Men g'ojamning kiniziki bo'lib, uning xizmatkorlarining putini yuyishqimu tayyorman" dedi. Abigal darhol jabdunib, echkiga minib, 5 kinizikini elib, Davudning elchilari bilan billa berib, Davudga yotliq bo'ldi. Vaholanki, Davud Yizriyalik Ahinoamni emriga olgan edi. Shu tariqada Davud 2 xotinlik bo'ldi. Davudning birinchi xotini Mikalni otasi Saul Paltiga xotinlikka berib etgan edi. Palti Galimlik Layishning o'g'li edi.